Xitoy Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumi sababli Amerika va G'arbning Rossiyaga yurgizgan moliya jazosiga qatnashmaydiganligini bildirdi. Banka va sug'urta nazorat qilib boshqarish idorasining raisi Ko Shuching muxbirlarni kutib olish yig'inida Xitoyning jazoga qarshi turadiganligini bayon qilib mundaq dedi. Biz jazoga qatnashmaymiz hamda aloqador taraflar bilan bo'lgan normal iqtisodiy, savdo va pul muomala munosabatimizni davomlashtiramiz. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rossiyaning Ukrainaning yadro quroliga erishishga yo'l qo'ymaydiganligini aytdi va 3-dunyo urushi yadroliq va buzg'unchilik xarakterli bo'ladi dedi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov Rossiyaning jazoga tayyor ekanligini, ammo jazoning ziyolilar, san'atchilar, tanarkachilar va axborot xizmatchilariga ta'sir ko'rsatganligidan hayron qolganligini aytdi. Birleşken Devletler Teşkilatı Muhit Meclisi So'lov bulg'anishga qarshi turish masalasida dunyoviy kelishim hosil qilishda muhim qadam tashildi. Kenyaning poytaxti Nayrobida o'tkazilgan yig'inda 200 ga yaqin davlatlarning vakillari umiki so'lov bulg'anishga qarshi turish kelishimi to'g'risidagi suhbatning boshlanishini birdek tasdiqladi. Buning uchun hukumatlararo komitet qurildi. Bu komitet 2024-yilgacha so'lov tashlandiqlarni yo'qotish uchun qonuniy cheklash kuchiga ega kelishim tayyorlaydi. Qozog'iston prezidenti Qosim-Jomart To'qayev armiyani yuqori texnik qurollar bilan ta'minlashga va zamonaviy usullar bilan urushga tayyorlik qilish programmasini qayta tashkillashga buyurdi. Prezident ishxonasining bayonotiga qaraganda, To'qayev bexatarlik qismlarining yuqori darajalik vakillari bilan ko'rishib, armiyani taraqqiy qildirish siyosatini muzokara qilgan. Rossiya Davlat Mudofaa Ministrligi Ukrainada 498 Rossiya askarining qazo qilganligi, 1597 kishining yaralanganligi to'g'risidagi uchurlarni ham berildi. Ukraina prezidenti Zelenskiy bo'lsa, urushning 6-kunida taxminan 6000 Rossiya askari o'ldirildi dedi. Turkiya Səhiyyə Ministri Fahrettin Koca koronavirus ilmiy komitet yig'inidan keyin bayonot e'lon qilib, uchuq muhitlarda maska taqash majburiyatining bekor qilinganligini aytdi. Yangi bosqichda HES kod tuzumining amaldan qoldirilganligini aytgan ministr Koca, hech qanday organ va tashkilotning kirish eg'izida HES kodi kontrol qilinmaydiganligini bayon qildi. Xitoy taratqulardagi xabarlarda kommunist hokimiyatining Sharqiy Turkistondagi boyliqlarni bulash orqali Xitoyga yetkazishni qanday tezlashganligini va yaqinda Xitoy o'lkalarida 503 milliard 700 million kilovat soat tok yetkazganligi oshkorlandi.